Assalomu alaykum yurtdoshlar, musofirda yurgan mana o'zimizni Qashqadaryodan, Surxondaryodan aka-ukalar, opa-singillar, mana o'zimizda Qashqadaryo 22-savxozda mana Mirishkordan bir akamiz boshlariga bir kulfat tushib qopti. Rahmonov Nurmuhammad aka, hamma endi 22 yillik tanisa kerak akamizni. Shu bir joyda Lobne degan joyda ishlab, pasportlarini yo'qotib qo'yib, ana sarf soliklari qochib qolib, sal endi boshlariga bir shu og'ir kun tushib qopti endi. Shunga bir hammamiz bo'lib bir yordamlashib, akani posolstvoga olib borib, pasportlarini taxlatib olib berib, ana xudo xolasa keyin O'zbekistonga shu biletlarni olib jo'natib yorsak, shunga qo'llaringizdan kelgancha 100 so'm bo'lami, 5 so'm bo'lami, 1000 so'm bo'lami, 50 so'm bo'lami, shu bir telefon nomer, karta nomer ulangan bir nomer qo'yamiz, xullas shu videoning tagiga qo'llaringizdan kelgancha tashlasanglar, shu bir tog'ani O'zbekistonga shu oilalarni bag'riga jo'natsak. Mana o'zidan bir nima desangiz shu videoga. Mana shu yerda bizga mana yaxshilik qilib, hurmat qilib, mana shunday kelgan odamlarga hammalariga rahmat. Qo'llaringizdan kelgancha yordam qilsanglar, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Xudo xolasa, nasib bo'lsa tilimiz duoda bo'lamiz. Har doim mana kim yaxshilik qilsa, aslan shularni hammasini men duo qilaman. Inshaalloh, Xudo xolasa. Ana qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. Ana yana shu tog'ani shu qanday shu protsess ketyapti, pasport olib uyga jo'natganlarni yana chiqaramiz, maksimal odamlar tarqatinglar. Qo'llaringizdan kelgancha, u farqi yo'q. 10 so'm tashlasalar ham, 50 so'm tashlasalar ham, shu tog'ani eson uylariga jo'natsak. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.